ko'zim ochib ketdi. Bir dasta suv buket bo'ldi, qoldi. Kimchi salatga faqatgina mana shunaqa ingichkalari zo'r chiqadi. Uchini olib tashlaymiz. Mazasi zo'r bo'lsa kerak. Bozordan bunaqa katta ob'yomda piyoz birinchi marta olishim. Suv, bir qoshiq tuz, soya, taxminan 1,5 qoshiqcha. Tozalab olgan piyozimizni ustidan qo'yib yuboramiz sekin, hamma yog'iga tegsin, tushundingizmi? Aralashtirib qo'yamiz. Gazga qo'yiladigan mana bunaqangi idishga 2 stakan suv, turon unlardan 2 qoshiq solamiz. Bitta massa qilib aralashtiramiz. So'yilish kerak qilyapti o'sha qarang. Endi sosini tayyorlaymiz. Bitta piyozni menda kichkina bo'lgani uchun ko'proq oldim. Maydasi chiqaramiz. Bozordan o'lchatib oldim 400 gram achchiq paprika. Klarli massamizni qo'yamiz. Suvdan ozgina qo'yib yuboramiz. Mana marinovka qilingan piyozlarimizga mana sosimizni olib, yaxshilab hamma yog'iga surtamiz. Oralari bilan, pastlari bilan. Hashimnika aytganmanmi, 9 yil karischa maktabda o'qiganimmi? Nanan turipona imida. Karislar buni rosa sevib yirkan. Qani, zo'rmi ko'rinishi? Orqa fonga ahamiyat bermaymiz. Hali idishlarni yuvib bo'lganim yo'q, lekin aniq bilaman mazasi zo'r chiqadi. Asiyam ovqatlar bilan ketishli bo'ladi.